fi'lul madi o'tgan zamon fe'li. Birlik, ikkilik, ko'plik. Xo'p, meze muzakkar jinsi erkak kishiga, mene muannas jinsida. Xo'p, endi 3-shaxsdan boshlab o'rganamiz. Xo'p, kataba u bir kishi yozdi. Kataba u ikki kishi yozdi. Katabu ular 3 kishidan ko'p kishilar yozdilar. Katabat u bir ayol yozdi. Katabata u ikki ayol yozdi. Katabina u ayollar yozdilar. Xo'p, endi ikkinchi shaxs muxotab deyiladi, uni yozmadik, yodlash oson bo'lishligi uchun. Xo'p, katabata sen bir kishi yozding yoki siz bir kishi yozdingiz. Katabtuma siz ikki kishi yozdingiz. Katabtum sizlar yozdingiz. Katabati sen bir ayol yozding. Katabtuma siz ikki ayol yozdingiz. Katabtunna siz ayollar yozdingiz. Katabtu erkak kishiga ham, ayol kishiga ham men yozdim. Katabna biz yozdik. Biz ikkimiz yozdik bo'lsa ham katabna bo'ladi, uni yodlab olamiz.